O'rtoqlar, biz boshladik. Ya'ni narsalarda obzor qilishdi. Farg'ona Z kanaldagi baraxolgadamiz. Bu monitormi? Shunaqa monitor kim ko'rgan? Bu avtomobil-ya? Telefonni ko'ringlar o'rtoqlar. Kim biladi modelini? Bilganlar modelini yozib ketsin. Ishlar ekan bu. Zo'r. Bas o'rtoqlar. Diskotechni. Nech pul ekan bu? Mana. 30 ming ishlaydi. Instagram video qo'yasizmi? Ha, Instagram, YouTube. Yo'l-yo'lakay 96 dollar. Qani kremlaringiz qancha ekan? Roliklar qaranglar o'rtoqlar. Interesniy joyda. Mana miyam dam oladi-da, misol uchun aylanib ko'rib ketsam. Tak, bu tarafda bratanlar santexniklik qilyapti. Sapojniklik qilyapti. Mana santexnika narsalar. Qalpoqchani kim biladi? Keyingi videolarimizda nimalarda obzor qilishni aytsanglar, shunga qarab obzor qilamiz o'rtoqlar. Xo'p. Tak. Temir tersakka qiziqadiganlar bor-a oramizda. Mana. İşte hamma yo'q bor o'rtoqlar. Bittasi narxini so'raymiz. Nech pul ekan mana shu tog'a? 70 ming. Assalomu alaykum, so'zsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. 70 ming so'm o'rtoqlar. Xullas, batda qimmat narsa yo'q. Bemalol byudjetni variant sotib olasiz. Charchamayapsizmi tog'a? Zo'r, alhamdulillah, rahmat zo'r. Charchamanglar. Mana kiyim-kechak ham bor-da. Qiziq, hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Tak, nariyoqdan o'taylik-da. Nariyoqda shunaqa bitta joylari bor. Antikvar narsalar bor. Ana arra. Tak. Buni bilgan biladi, o'rtoqlar. Rossiyskiy. Haqiqatan ham baribir haligi zo'r ishlab qo'yishganda shu narsalarni. Odam sotib olsa ham zarar qilmaydigan narsalarda. Paplavok, lustra. O, tana antikvar narsalar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu ana misli-ya bu? Nech pul? 50 dollar. 50 dollar. İçte arıyası ham bor ekan buni. Mana. Noyob. Noyob, обычный. Arıyani ko'rdingiz bu ham bersa bo'ladi. Malaysiya, zo'r. Holati ham yaxshi saqlangan ekan, mashlar ozgina yorilgan ekan. Ha, chokidan ketgan qilsa bo'ladi. Bu O'shaning uchun primer nechinchi yil aka bu? Menimcha ancha yil oldinga bular. bu qo'rqmasdan 18-chi Asr desa bo'laveradi, realni. Вообще четкий. Balkim 17ni oxirida. Ha. Balkim lekin 18 aniq. Lekin mana eski taxtaligi bilinyapti lekin, eski material. Nima qilingan? SSRda gerbi turibdi. Ya, eski. O'yilgan. Ha, mana. O'roq bilan bolta. Четкий. Да, необычный, реально. Qiziq bo'lyapti o'rtoqlar. Like, komment, podpiskani bosib, bang'alatib tashlasanglar, xudo xolasa yo'l-yo'lakayda bundan keyin yurg'izish boshlaganmiz. Sizlarga manfaatli videolar chiqish boshlaydi. Tak. Keyingi videolarimizda plisoslar narxidan boshlab antikvar narsalarda ikkinchi telefon zapchasiga boramiz. Obuna bo'lib qo'ying. Men davom qilaman.